Otangizga nima qilsangiz, bolangizdan shu qaytadi. Onangizga nima qilsangiz, bolangizdan shu qaytadi. Shunday ekan, ertaga biz ham qarib, kuchdan qo'yganimizda xor bo'lmasdan, aziz bo'lib, mukarram bo'lib, chiroyli hayot kechirish uchun, chiroyli bir Parvardigorning huzuriga borib olish uchun, farzandlarimizdan ko'rish uchun ota-onamiz bo'lsa chiroyli xizmat qilaylik. Ularning duosini olaylik. Ularning duosi bilan hech qachon biz kam bo'lmaymiz. Ba'zida farzandlar yuguradi, yeladi, pul topadi, puli ko'payadi. Pul ko'payib badavlat bo'lgandan keyin o'ylaydiki, men o'zimning harakatim, meni aqlim, zirayligimdan mana shuncha davlatga ega bo'ldim. Men shuncha martabaga ega bo'ldim. Masalan, men ahli ilm bo'ldim, yo men qori bo'ldim, yo men badavlat, yo men kuchli bo'ldim. Shunga o'xshagan nima ne'mat yetgan bo'lsa, ba'zida bolalar men shunga o'zim erishdim deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Bir yigit badavlat bo'lib ketibdi, joy qilib chiqib ketibdi. Juda uylarni chiroyli qilib qurgan. Onasi o'zini eski uyda qolgan. Bir kun onam bir xabar olib qo'yay debdi-da, uyiga ketdi. Ichkariga hovliga kirib, derazadan qarasa, onasi jaynamoz ustida duo qilib o'tirganmish. Jaynamozda qo'lini duoga ochib o'tiribdi.